Akalar, mana shu molxonada, 5 yulduzli molxonamizda ichida qanday sharoitlar, qanday buqalar boqilyapti, buqa boqish qanchalik osonligini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videodan yiroqlashmaymiz, oxirigacha kuzatamiz akalar. Like bosib qo'yaverasizlar. Cho'g'onlar ishini qarang. Bu yerdan angus tozalar akalar. 100 TL. 100 ga 100 terilganlar. Ay jonim. Hammaga assalomu alaykum. Barakavus kanali ashaddiy muxlislari, e'tiborlarga bugun biz 2025-yil 3-dekabr hafta kuniga chorshanba. Biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchgoq qishlog'idamiz akalar. Ya'ni ki o'sha optimchi arzonchi Dilyorjonda xonadoniga kelganmiz. Buqa boqish sirlari qilamiz. Xudo xolasa bugun sizlarga mana shu angus buqalar qanday boqilyapti, to'liq ma'lumotni mana shu angus buqalarni olib, o'zi chiroyli qilib mehr bilan boqib turgan Dilyorjonda otalari No'monjon akam, Hoji akamni sekin suhbatini olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Hormang. Sizlar yaxshimi? Sizmisiz? Qalaysiz? Obunachilaringizga alangalik salom. Musofirdagi barcha aka-ukalarimizga salom deymiz. Uylariga pullarni ko'p qilib olib kelaversin, barakasini berib, mana shunday chorvalarni ko'paytirib boqaversin. Hoji aka, avvalambor sizga qimmatli vaqtingizni ayamay bo'ldi uka deb vaqt ajratganingiz uchun sizga ham rahmat. Endi maqsad bu mollarni maqtash boshqa emas. Shu Hoji akamdan bir buqa boqish siri qilik. Hoji aka, angus buqalar endi har doim ham hammanikida ham bo'lavermaydi-da. Angus buqa boqaman deganlar, qiziqqanlar bo'lsa mana qanday sharoitda boqilyapti, sekin ko'rsatib boramiz. Hoji aka, necha bosh angusimiz bu yerda? 11 bosh. 11 bosh akalar. 11 bosh. Bu yerda angus tozalari ko'ryapsizlarmi? O'ta tiniqlari. Bu bir kunda necha mahal qaraysiz endi Hoji aka? Bir kunda 2 mahal. 2 mahal. Nima yeydi endi bular asosan? Kechki payt sulush solamiz, ustiga yem. Ertalabchi. Makkani bug'doyda chiqarilgan yemi. Ertalab ham shu. Ertalab ham silosmi? Yem. Hozircha atala ichgan yo'q. Yo'q, atala yo'q-ku. Atala yo'q. Akalar mana atala idishlarimiz bo'm-bo'sh mana. Hozir ustini yo'q qo'yib bo'lganda men masalan zavodda atalasini bunaqa deb ko'rsatardim. Hozircha atala bergan yo'qmiz uka deb atala yo'q deyapti. Shunda yemni ko'proq berib boqyapmiz. Silos o'zi ham yem. Kimday don. Shunday a? Yomon tiniqlardan bergan ekansa, nima ellashmagan, toza. Orqalarini ham ko'ringda sandal. Maza qilib boqiydi. Qop-qora. Orqasidan ham ko'rsatamiz ularni. Hop, endi bu anguslarimizda sizlarga boqilish jarayonini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Qancha bo'ldi olganingizga ular? 2 oydan o'tdi bir 2 oydan o'tdi. Ancha o'zgargan-a? Ha, o'zgargan. Ko'rganda umuman boshqa narsa edi. Ha, kichkina edi. O'sha kichkina turibdi-yu. Kattalari o'shanaqa edi. Kattalari shunaqa edi. Kichkina, o'ta kichkina edi u. Mana hozir mana 3 ta kattakanga yetib olay deyapti. Shunaqa. 3 ta kattakan bor-da, bitta, 2 ta, 3 ta. Shularga yetaydigani ham bor ichida. 3 tasi o'ta ana shu yonida 3 tani ko'ringda-ya, narigilarga solishdi. Alloh, shu dahshat ekan. O'sishi ham, uzayishi ham uzayyapti. Ozgan yo'q. Mollar bir qator yashir bo'lib, tuzalib, ozgan yo'q, yashirda ham. O'rtadan ham qo'ygan yo'q, ha? Yo'q, angus boqaverish kerak ekan. Yashir bo'lib tuzaldi, lekin o'tdan ham qolgan yo'q, mol ozgan ham yo'q. Haqiqatan vashshiylar. Mol endi o'ta o'tqa kirib ketdi tuzalgandan keyin. Hoji aka, keyin orada aytib o'tish kerak-da, Dilyorjon aytdi. 2 ta angus xunajinim bor sotiladigan dedi. Keyin mana kattalardan 2 tasini sotaman dedi. Ana shu ikkalar. Mana shu angus birinchi dog'. Birinchi dog' bilan bo'yi 1.25 ha? Ha, onasi. Bo'yi 1.25, keyin mana o'sa? Ha, ana shu 6-chi dog'. 6-chidagi. Ikkalasi bir xil. Qanchadan sotib olamiz? Ularda 30 milliondan kami bor. 30 million so'mdan kami bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib berasiz. Aloqaga chiqaradi. Akalar, Dastavkasini ham kelishamiz. Dastavkasi ham muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Dastavkasini ham kelishtirib beradi ekan akalar. Mana sifat qarang. Bu nima bu mana ikkovi sotiladi. Bu sotilmaydi. Mana shu ikkala katta sotiladi. Ikkala katta. Bu jinday kichkinadan ingichka bu. O'shanga buni tavsiya qilamiz yo'q hozir. Jinday etosin. Hozircha endi o'zingiz boqyapsiz.
Akalar mana shu ikkala katta emas, 1.25 dan bo'yi 30 million so'mdan kami bor deyapti hoji aka. O'zi maqsad men chiqishimdan maqsad mol sotaman degan maqsaddan unaqa yo'q edi. Dilyorjon bilan gaplashib qoldim. Aka, ikkita angusim bor, kattaroq. Buqalardan ikkita xunajinim bor. Sotaveraman, ish qivozi bo'lsa angus boqaman degan jigarlarimizga chiroyli kelishtirib beraman dedi. 30 million so'mdan kami bor dedi. Aloqaga chiqasizlar, kelishtirib berilaveradi. Ko'ryapsizlarmi zotni? O'tatini. Hoji aka, bular suv ichish qanaqa bo'ladi keyin? Bitta suv ham berasizmi? Hozir suv berdim, mana Ha. suvni quyib qo'ydim, kerakini ichib oldi. Mana. Endi bu molxonada umuman molga qarash muammo yo'q-da. Hoji aka, nechta hozir bu yerda? 11 ta. 11 ta o'zingizni sigiringiz bilan 12 ta, ikkala xonajim bilan 13, 14 ta. 14 ta. Qancha vaqt sarflaysiz endi qarang. Deydi ham bitta kichkina molcham bor. Kichkina molchamiz bor, bilaman. Shundan ham olib qo'yaverim. Gigant. Tonnali sigirlardan hali. O'zi vesi tonnasi yerda akalar. Bo'g'oz, xudo xolasa. Bo'g'oz. Nimadan? Yevropadan kelgan-a bu? Bu Latviyadan kelganini olingan. Bunaqa hali Rossiyadan, Rossiyadan Boy emas. tomonidan Prevozniy so'b mashinada olib kelib, Latviyadan olib kelingan moldan olingan. Ikkinchi tug'ish bo'g'oz. Dilyorjon olgan, bolasi ham bor edi buni. Bolasini sotib yubordik. Uni ham olganmiz. Sotib yubordik. Yaxshi. Hoji aka, xullas ertalab silos bilan kepak berasiz. Yarim soat vaqt ketadi. Yarim soat vaqt Takdan ketadi. tozalashi bilan. Bir kishi. kishi tozalash bilan yarim soat. Tagini tozalashi bilan. Chunki hamma yog'i oyontadida, silos yonida. Yem oldi ichida. Bu muammo emas. Muammo emas akalar, ko'ryapsiz. Bir kishiga yarim soat, ikki kishi qarasangiz 15 minutda chiqib ketasiz, qara. Bittasi yetishingiz kerak a. Ha, yeydi. Berasiz ekan-a? Bosaman-da. Siz eskitdan o'zi yemda yemagansiz, mol. O'lchamimiz. Silosda ham, yemda ham. O yemda ham ko'rsatib Shu yemda ham bir ko'rsataylik, qana. Keyin akalar, men yerda aytganchilik, mana bu yerda ikkita angus xunajinimiz bor akalar, mana. Ko'ryapsizlarmi? Sifat. O'ta udar tozasi. Yuzga yuzi xolasin. Bo'g'oz qilib bolasin. 1.25 mi? 1.25, unisi 1.20 chiqqan. Mana shved o'zingizniki bu? Ha, bu Bu ham sigir. bo'g'oz. Bu ham bo'g'oz. Toza shved ekan ama. Bu ham chet davlatniki. Uni Qirg'izda shved Shu emas. Yevropadan kelgan. Yevropadan kelgan bu. Hop, bu Ulardan chiplari mana. Anguslar mana 1.25, unisi 1.20 chiqqan. O'lchadik kecha. 1.20 dan oshkoroq ham chiqsa kerak. Chiqsa kerak. 1.20 dan. Dumba sovoryapti. Bunisini 1.20, bunisini 1.25 ga olaversin. Toza qoldi anguslar. Oyoqlarini polvonligini qara. Oyoq. Mana yelinini qarang. Ha, so'skalari ko'rinyapti. Zo'r ekan. Sifat qarang, sifatdan O'ta yuvosh. Hoji aka, bularda xolasa zotga olsin, ha? Ha, olasa zotga olsin, xolasa yemlar. Yemlaveraversin hali bular o. Lekin 55 million kami bor. 55 million so'm kami bor, akalar. Kami bor. Ishqivozni telefon qilsa yana kelishtirib beramiz. Yana kelishtirib beramiz. Bizga dehqonchilik. Akalar, mana ishqivozni telefon qilsa yana kelishtirib ham beraman deyapti. Sifatlar qarang. O'ta tanaqa voy. Tozalar ekanda, tozalar. Bunisi mana haqiqiy qora angus, manasi Qizil angus akalar. Limuzin unda. Yo, limuzin emas. To'g'risini gapirish Toza kerak. qoldi angus. Qizil bo'lib qolsa limuzin bo'lavermaydi. U limuzin o Yevropadan kelyapti. To'g'ri, akalar. Qizil angus, mana. Quvoliga akamiz olib kelyapti limuzinda. U ham 3 oyda bir, 2 oyda bir. Ammo yo'g'on bu. O'ta polvonaga vesi ham ancha chiqsa kerak. Tozalarda endi vesini o'lchagan. Ishqivozda mana telefon qilsa zotga ham beraverasiz, xolasa yemlar baq. Biz ham ishqivozchilikka Toshkentdan olib kelganmiz. Mana shunaqa yo'q, semirtirib ham 55 qo'ydik. million Bunda so'm. kichkina edi olganmiz. Kami ham bor. Aloqaga chiqasizlar, Numonjonaga ham chiroyli kelishtirib beraveradi. Endi akalar, mana yemni tayyorlanish jarayonini ham ko'rsatib o'tdik. Yemni tayyor. Yemni qarang. Yemni o'lchanmaydi, kurakda solib taqaraga. Endi xolasdan borib to'kib beraveradi. Kamikan deb qoldi. Ey, yem bu. Bu bug'doy bilan makka bu. Kepak ham yo'q buning ichida. Bu hali admiral degan narsa emas, shu. Yo'q, bug'doyni chiqarilgani mana. Bug'doyni shunday chiqarilgani to'kib, shuni makkani chiqarib to'kib aralashtirib qo'ydik. Bug'doy bilan makka aralashmas. O'ta qo'yiqda bu. Uni olinmagan, boshqa bo'lmagan. Akalar mana. Umuman yog'lilikdan ko'ryapsiz mana. Vujudi yem. Vujudini ko'ryapsizmi? Qana. Shuni aytib qopda to'kib aralashtirib qo'yasiz ekan. Ha, aralashtirib qo'yamiz.
Buraya yetem, yemek mi yetem? Mol bakışım hamna bo'pti. Bu mollarga kepak berib aldamaymiz-da biz. To'g'risi o'z Yem qattiq berib. boqasiz. Agar etila boshlanib qolsa, 6 oy baqsa boshqalar. Men Ha. 4 oyda o'shanaqa qilaman. 4 oyda Maqtanish tayyorlaysiz. emas, ha. Boshqalar 8 oyda yetiltirsa, men 6 oyda yetiltiraman. 2 oyga yutaveramanda yaxshi yeb. Molga qarashda ham, keyin sharoitini qilishda ham pulda yemagansiz, Toji aka. Molxonaga baho beray, jigarlar. Bu nechta blogerni kanalida chiqdi bu Million molxona 2 yil, 3 yil bo'ldi, 5 yulduzli molxona emas. Shu molxonadan bundan keyin qancha molxona qilgan bo'lsa, mana shu molxonadan andaza olingan. birinchilardan bizni molxonani reklama qilgan. Bozor olami kanali Hayotjon Ukaxon. Shundan boshlangan. Oldin qilmasdi o'g'illar. Biz o'zimiz shu- yo'llarda o'g'ilni ko'rib yurib borib ko'rib olaylik, andaza olaylik deb Mana qilganmiz. shu o'g'irni ham birinchi siz qilgansiz-da. Andaza Keyin mana- olishni o'zi Farhodjonlar qildi bu molxonadan ko'rib, Ilhomjonlar qildi. Xullas, bu molxonadan andaza tarqab bo'ldi o'zi O'zbekistonga. Bitta vodiyga emas, O'zbekistonga tarqadi. Mana o't qarang, yonida buni yevoralarmi yo'q, oldida ot yotarganda, ha? yemini ham ko'ryapsiz, ichi to'la yem. Silosni ichi makka, yana yem ham solinyapti. Yem. Ana mol boqish akalar. Bor yo'g'i yarim soatda shuncha molga qarab ketaman deyapti. Bo'laveradimi? Mana jonivorlar, mana shu ang sotlaydi, mana katta ekala katta. Mana shu Mana shu bilan, bilan mana mana bir xil katta ekala. angus sotiladi akalar. Ishqibozi bo'lsa mana telefon qilasizlar, 30 million so'mdan kami bor. Ekala angus xunajillarimiz 55 million so'm kami bor. Hoji akamga aloqaga chiqasizlar, chiroyli kelishtirib beraveradi. Keyin Hoji aka, to'g'risi men hozir keltirib ko'zim tushib qoldi, sir bo'lmasa. O'sha zotli buqalar ham aytib qo'ydingiz. Keldi o'zi boshlandi, xudo Xudo xohlasa. Dilyorjon nimasi aka karantinda turibdi, bir hafta nari bu yerda sotib boshlayveramiz deydi. O'shancha endi Jinday yo'q demasangiz bir qator Ha, ko'rsatib jinday. qo'yamiz, ha? ko'rsataveramiz, Ko'rsat lichinasini qilib keyin YouTube'ga chiqaramiz. Ha. Hozir ko'rsatamiz. Ha. Adresni bilib olsa, Adres bilib olsa, sekin shashmay kelishaveradi. Kelaveradi. Ha? bizda unaqa Mana yashirish ishlarimiz, So'ranish yo'q. o'tatini. Sifat qarang, bu sifatda. Vahshiy polvonlar. nimalarni qarang, ko'tlar. China huzur. Angus boshqacha Korobkalar. bo'ladimi? Bular ham qarab mazza qilasizda o'ta ishni. Haqiqatdan shu zo'r ekan. Mana akalar, keyin mana ba'da go'ng chuquri bor, sharoitni ko'ryapsizlarmi? O'ta sharoit. Mana. Siloslar chempion. Silosni qarang. O'zimiz ekib, o'zimiz yetishtirdik. Ha, Husanboy. o'zingiz dalaga ekib, ha? ekib yetishtirdik. Vujudi Mana, don mana. Mana. Mayda, mana maydalanib ichida makkalar bunaqa maydalanib ketganda, mana dona-donali uchun bilinmayapti xolos. Mana makka maydalanib ketgan ichida. Tillarang Bitta tishlaganda o'zi bir siqim makka bor bu yerda. Suti qatiq. O'zi silosni o'zi yem bir. Yem. Nega ancha bosilgan achamanda? 19%. Bu yerda 8 ta, bu yerda 11 ta. Ha, bu yerda 8 ta, o nari sulush chuqurimizda 11 ta. 11 ta. Anchagina bosilgan. Yozi bilan yetadi, xudo xohlasa. Yozga ham yetadi, xudo xohlasa. Biz endi bunaqa mollarni ham hisobini qilib bosamizda. Endi keldi Kelib qoladi, katta partiya kelib turadi-da. Ularga bermasa bo'lmaydi. Shunday akalar. Mana keyingi navbatdagi molxonamiz Svetni ko'ryapsizlar. yoqib Mana qo'yay. 5 yulduzli molxona deymiz. Molxona ham nomer 1 da akalar. 50 ta 60 ta mol bemalol 50 ta keldi. Husanboy. 50 ta vazirlab yurishaveradi. Mana sementallarimiz akalar. Grekford Sementallar simental. o'ta tiniq endi yo'lda kelgan, charchab, o'shani hisobiga hozir aka ozgina qarovul qilamiz. Shunday lichiniyasini qilib lichiniyasini qilib sotsak qaytib kelmaydi bu mollar. Olganlar maza qilib boqaveradi. Biz shunaqa qilib tayyorlab chiqaramiz. Sementallarni ham o'ta tiniq. Qarabkalarni butunligini qarang. Voshi mana sifat qarang. Ko'ryapsizmi? Mollarni aytyapmiz akalar, xudo xolasa bir hafta nari berida sotuvga chiqadi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Molni karantinda Hozir mana karantinda turibdi, qarovuni qilyapmiz dedi. Xullas bemalol o'kil dorilari bo'lib, sinovdan o'tib bo'ldi, endi ishonarli sotilsa ko'ngil to'q bo'ladi degan holatda sotish boshlayapmiz, xudo xohlasa. Hali Hozircha birovni narx chiqqan yo'qmi hoji aka bular? uyga borib, kuydirib narx chiqqan yo'q. Ha, Narxini shu YouTube'ga chiqariladi. ha. Narxi unaqa qimmat emas bu. Aha. Arzon, xudo xohlasa. Arzon, ha?
boshqalarnikini ko'raversin, Ha. buni ham ko'raversin. Atrof Solishtirsin ko'radi. molni sifatiga, Sifatiga ham baho korobkalariga, berish kerak. oyog'iga, Bir- bir- yeyishiga bir- javob bir- berib turib, o'ta boshqacha ekanda bu mollar. Molxonaga ham juda kirsangiz hech ketgimiz kelmaydi ekanda bu molxonalarga. Ko'ryapsizmi, tagini qora apilkalar, buqalar o'ta tetik. Mana toza sementallarda akalar ko'ryapsizlarmi? Sifat o'ta tiniq. Xullas, maqsad biz buqa boq sirlari qilib el yurtga ko'rsatishdan bularni sotuvga reklama qilish emas. Men ko'rib qoldim, Hoji akam indagan yo'q edi. Hoji aka desam, endi bular ozgina tursin uka. Bir hafta nari beri qarov bor, o'shandan sotuvga qo'yamiz, YouTube'ga chiqaramiz dedi. Endi aka buqa boq sirlar qanday ko'rsatib ko'rik. Ishqibozi bo'lsa, kelib sekin ko'raveradi, ma'qul kelganini beraveramiz deyapti. to'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun ko'ngilni to'q qilasizlar, kelib mabodo ishqiboz semental boqaman degan jigarlarimiz kelasizlar, nima Hoji akam ko'rsatadi. Ma'qulni kutaverasizlar, bo'laveradi. Narxini endi misol bugun ertaga chiqib qolar narxi. Telefon qilsalar o'zi. Lakasa tashib bersa kelib ko'rasizlarda, tanlaganini kelishilaveradi, ha? Shu. Gap yo'q, zo'r. Molxonaga ham bir akalar mana yozgi holatlari, mana portishkalar shunday ochib qo'ysa ventilyatsiyada bo'yda. Qishki kundagini salapanni qilib qo'yyapti. Sharoit zo'r. Hammaga shu yori birodarlarimizga mana shunaqa molxonalarni qilib mol boqishni nasib etsin. Ko'ryapsizlarmi? Musofirda yurgan aka-ukalar ham laykni gumillatib bosib, Gap yo'q. ishni qilaversa mana shunaqa molxonalarga erishadi-da. Husanboy, biz ham bilasiz o'zingiz, dadangiz bilan ikkita moldan boshlaganmiz. Dadangiz ham Shunaqa. ikkita qilsa, biz ham ikkitadan baqib turib, to'rtta, oltita qilib turib. Shunaqa. Shunaqa bo'lib chiqadi. Hammasi Hamma mehnat bilan bo'ladi, mehnat. to'g'rimi? Albatta. Mana shu molxonalar ham o'zicha Hoji akam nima Hoji akamga men mana bu pulni olg'in to'g'am molxona sol demagan, to'g'rimi? Albatta. Hammasi mehnat orqali bo'lyapti-da. Aytyapti, ilk dona mol bilan boshlaganman deya. İlk dona moldan olib sekin-sekin 2 dan 4 ta qilib, 6 ta qilib, 10 ta qilib shunday joylarni qildi. O'shaning uchun chorvada baraka deganda akalar, Albatta. chorvada baraka Qo'ymi, degan joy molmi, bor. otmi, Ana tuyami? o sizlarga aytgan Baqaversin. o gigantimiz. Gigantni o'zingiz boqyapsizmi? Ha, o'zimiz sekin parvarish qilyapmiz, bo'g'as, xudo xolasa. Bu akalar asli birinchiga shu Yevropadan kelgan molda bu. O'zingiz chiqargansiz. Ha, o'zim chiqarganman, Dehqon akamizga. Yevropadan kelgan mol Dilyorjon oldi-da buni, bolasi bilan olgan. O'sha bolasini o'zi 40 million degan egasi. Ko'ryapsizlarmi? Bo'yi 1.65 bu molda. Devda, dev. Kilosi ham 8 kilo hada-da. Juda katta mol, 6 oylikdan o'tgan, 7 oyga o'tgan bo'g'oz bu. Tonna Endi bu bo'ladi. maqsad sotuvda emas, Dilyorjonni o'zini baquvdagi moli bu. Molvoz odam mana shunaqa mollarni ham ko'rib qolsa olaveradi-da, bab iloji yo'q uni. Albatta. O'shaning uchun akalar ko'ngilni to'q qilasizlar, kelaverasizlar. Semental deganga semental topiladi bu xonadonda. Angus deganiga angus. Xunajin desalar, xunajin, buqa desalar, buqa, hammasidan bor. Molvoz odam olaveradi, sotaveradi-da, ishqiboz Ha, bo'ladi. Shunaqa, olaveradi, sotaveradi. Maqsad foydalanish. Ha? Misol mol boqishdan maqsad foydalanish. Hech kim mol boqib ziyon qilmagan. Iloyim bundan boqib ziyon qilmasin hech kim. Shunday. Bu sementallarimiz ham xudo xolasa uzoq bir haftada sotuvga chiqadi. Oyoq qo'li uzun, ko'tlari butun, shoqi bo'lgan buni. Hali katta o'qitib Ha, bu hali pacha qo'polidon emas. yo'q, qachon emas. Mollar o'ta toza ekan. O'sha mollarni tozaligini ko'rib men Hoji aka shularni ham bir ko'rsataylik, ishqibozga dedim. Uka, hozir sotilmaydi-da bularni dedi. Sotasizmi axir desam, ha, bir haftada sotamiz, xudo xolasa YouTube'ga chiqaramiz dedi. Bo'pti, birinchilardan bo'lib men ko'rsatib qo'yaveray dedim. Kelaverasizlar, ha? Hozir anguslarni bir qani nima yeyapti ular? Yotibmi, yeyapti, bir ko'rib qo'yamiz. To'xtamaydi ular, zavod u. Ha, bir ko'rik chaqib o'tibman. Qushlar ham tirikchilik qilarkan bu yerda. Tovuqlar ham. Xo'roz yuribdi, musichalar yuribdi, tirikchilik qilyapti-da, hammasiga bor ekanda bu yerda sharoit. Shunday akalar. Mana anguslarimiz. Ular zavod, kallasini ko'tarmay Zo'r, yeyapti. dehqonchilik Ko'ryapsiz? buqalar akalar. Ishqibozlari bo'lsa mana ko'ngilni to'q kelaverasizlar. Angus desalar, angus, semental desalar, semental. Buqa desalar, buqasidan bor angusni. Xunaji olaman desalar, ikki bosh xunajinimiz ham bor. Shunday akalar.
Sifat qarang, sifat. Anjollik akaxonlarimiz ko'rib ketgan 5-kuni Ha. keladi. Ha. Ya 6-kuni. Ona Bemalol kelishaveradi. Haberdan angusti o'ta tozalar ekan, hoji aka. Vaqti kelib kelmay qoladi deb Erinmi terganmiz? Terib olganman-da. Bitta partiya olganmiz. yo bitta partiyadan terib olganman. Bitta partiyadan Ha, terib 50 terib ta olganmiz. bo'ldi ichidan tanlab, Ha. eshmay tanlab olib olganman. Ma'qul keladi. Kallalar, tuxum kalla, g'urra bosh. Mana tiniq narsalar ekanda. G'urrani qo'yam, uni Zo'r. dumalarni. Yeb ichishni qarang ekan. Yeb ichish ham zo'r. Olgan odam maza qilsin, boqqanlar baraka topsin akalar. Eng Unaqa kichinasi oldi. mana. Eng kichinasi. Yomon Lekin ekan. bu kattalardan kam emas. Birorta joyda gard yo'q. Qulog'ida sirg'alar ruv ekan, ha? Hammasi Rossiya. Rossiyadan kelgan ishlar ekan akalar mana. Prямо kelgan men olganman, keyin YouTube'ga chiqargan. Tanlab olganman. Siz tanlab olgansiz, Ha. keyin YouTube'ga chiqarilgan, ha? Ha, xuddi shuna ish bu. Yaxshi, zo'r. Endi aka. mana xudo xolasa o'zimizga ham kelyapti. Shunday qimmatli vaqtingizni ayamay menga mayli uka, chaq bir chiroyli qilib video qilayotgandim, bo'pti degan uchun sizga ham rahmat. Salomat Ilohim chorvangizga Alloh baraka ishlaringizga bersin. rivoj bersin. Sizdan mo'lagan kasblaringizga baraka insonlar bersin. sizga ham Alloh sizga. baraka bersin, ha, aka? Ilohim. Rozi bo'lasiz. Baraka toping sizlar. Rahmat aka. Qilgan mehnatingizga rozi bo'ling. Akalar kelaverasizlar. Mabodo maqsad, mol sotish maqsadida video qilmadik. Endi hali Ishquvozga sotaveramiz. Ishqovozni men olaman, Angus axtarib yuruvdim, shunaqa aberda Angus tozasidan desang, ikki bosh mana, ikki bosh katta Angusimiz sotiladi. Biri 25 dan 30 million so'mdan kami bor. Xo'p, ikki bosh bo'yida mana Angusni toza qoldi, Angus xunajinlarimiz bor. Bularning narxi ikkalasi 55 million so'm kami bor ekan. Qizil Angus, mana aberda Anguslar. Xullas. Xolasalang boqqan o'nglar, xolasalang chorvaga zot naslchilikka olsa ham bo'ladi. Ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar. 55 million so'm deyapti-yu. Endi hoji akam aytyapti-yu, menga dehqonchilik o'tib beraman deya. Ko'ngil to'q qilib aloqaga chiqasizlar, kelishtirib beraveradi. Hoji aka, e'tibor uchun rahmat. Salomat. Salomat bo'ling. Yashang. Gap yo'q. Kelaverasizlar akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat Zo'r ekan, bo'lasizlar. sen bo'yman.